uncha uzoq yashamaydi. Nima xohlasang o'shani ye dedim, gamburger xohladim. Xohlaydi-da. Keyinroq yana xohlaydi, to'ymaydi, mazasiga ham to'ymaydi. Yana yegan sayin yegisi keladi. Nega to'ymasligini ham tushunmaydi. Chunki ichida mononatriy glutamat bor, shunga. Nima bor? Ya'ni ichida chin tuz bor. Ammo men tuz qo'shmaganman. Sen emas, oshpazlar qo'shadi o'g'lim. Nega shunaqa fast foodlar, ko'chada yeyiladigan ovqatlar mazaliroq tuyuladi? Chunki ichida shu zahar bor. Ustoz, o'sha chin tuzi degan narsa nima qiladi? To'g'ri, miyaga ta'sir qiladi o'g'lim. Ya'ni nerv hujayralariga zarar beradi. Buyrakka va jigarga ta'sir qiladi. Qisqasi, sanagan bilan sanog'i tugamaydi o'g'lim. Ustoz, Xitoy tuzi faqat shu fast foodlarda bormi? Oldin faqat konservalar, biskvit, xaltachadagi chipslar tarkibida bo'lardi. Hozir hamma joyda bor. Bizning do'natchilar va kotletchilarimiz ham qo'shishni boshladi o'g'lim. Dunyodagi 50 ta mamlakatda taqiqlangan. Ammo bizda hali yashasin fast food.